Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Xitay Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 70 illığı və Uyğurların kəlgüsü degan temada söhbət elib barımız. Biz bu münasibət bilan Amerika Uyğur Birləşməsinin rəisi İlşad Həsən əpəndi bilan Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşu İdarə Heyəti rəisi Nuri Türkel əpəndini alayı təklif qıldıq. Söhbətimizə xoş gəldinizlər. Rəhmət. Bu yılın, yani 2019 yılının 1. oktyabr günü Xitay Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 70 yıllıq xatır günü olub hesablandı. Şunun bilan bir vaqtda bu gün yana Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun qurulğanlığının 64 yıllıq xatır günü olub hesablandı. Xitay hökumət matbuatları Xitay Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 70 yıllıq xatır gününü heybətlik paradlar, kən köləmlik mədəni fəaliyyətlər və siyasi təşkilatlar bilan təntənə qılmaqçı bolayotqanlığını bildirgan bolsunmu, amma Xitay hökumətinin bu günni dağdığlıq şəkildə təbriklişə tosqunluq qılayotqan iki çoğ məsələ mövcud. Ularning biri Uyğur məsələsi, yana biri bolsa Hong Kong məsələsidir. Xitay hökumətinin bu iki məsələdən əndişə qilishinin mühim səbəblərindən biri bolsa, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının 2019 yılının ümumi yığını 17 sentyabrdan başlanıb 30 sentyabr günü axırlaşmaqçı. Bu yığında Amerika hökuməti Uyğur məsələsini alaylı şəkildə oturuq qoymaqçı. Nuri əpəndi, bu Amerikanın Təşqi İşlər Ministri Mike Pompeo əpəndi, yəni 6 sentyabr günü Kansas Ştat Universitetində Amerika hökumətinin bu qatımqı, yəni Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı ümumi yığında Uyğurlar məsələsini başqa dövlətlər bilan birlikdə ularni qayıl qılğan əsasda alaylı oturuq qoyub Xitayğa besim işlətimiz dedi. Siz bunun qanday qarayısınız? Bularning Uyğur məsələsiga bo'lgan tirishchanligi davom qilayotgan xizmatning bo'libmi? Bu ittifoqdosh davlatlar bilan birlikda buni qandaqdir Amerika hukumatining ko'ngil bildirgan Amerika hukumatining yoki Amerika Milliy Majlisininki qaror yoki qonun chiqarib qildigan bir masala emas, xalqaroliq masalaga aylantirishga tirishayotganligining bir ifodasi deb ko'raman. Endi bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Amerika hukumati yaqinqi bir necha yildan beri biroz o'zininki meydanını acizlaşdırış, çekinişdək əhval bo'layotgan vaqtida bu planның əməlga ashishi uchun ayt ko'p tirishchanlik ketdi. Bununla Ikkinchi dunyo urush vaqtida shu milliy qirg'inchilik, diniy va millat sababin qirg'inchilikni beshna o'tkazgan, fashizmning qurboni bo'lgan davlatlar Amerika bilan bu birlikda xizmat qilishningki eng zarur bir vaqt keldi deb qarayman. Hatto vaqt kelib o'tib ketdi deb qarayman. Endi bu yerda agar shundaq bir xalqaroliq bir coalition deymiz, ittifoqdoshlik o'tirg'i chiqib bu masalani birlikda hal qilmasa, ma'lum bir davlatga Xitoydan keladigan retaliation yoki qaytarma zarbasi ig'ir bo'ladi. Kuch birlikda bo'lgan chog'da bu masalaga keng ko'lamlik, unumli bir tadbir qo'llanishninki yo'lini topgan bo'ldi deb o'ylayman. İlşad Həsən əpəndi, əlbəttə Amerika hökuməti hazır Uyğur məsələsini oturuq qoyuyotqan həm də ən güclük bir dövlət. Hem de Amerika'nın ittifaqdaşları bolsun və ya ki Müslüman dövlətlər bolsun Uyğur məsələsindən keçib, yəni həm də hətta Xitay hökuməti qollavatıdır. Amma Amerika'nın ittifaqdaşlarından bolğan məsələn dövlətlərmi Amerika'nın meydanına turub Xitayını qattiq şəkildə eyibligini yox. Məsələn, Germaniyanın ki baş ministri deyimiz, Angela Merkel xanım yaxın Xitayğa berib gəldi. Yaxın Xitayğa berib gələn çağda Hong Kong'un məsələsini oturuq qoydu, Uyğurun məsələsini tilğa almadı. Sizce bu neyim için hem bu Amerika'ya nimde ispaktаш şekilde bu meseleyi otur koymaydı. Amerika gerçi Gez jurnalda çoğun əməldarlarınki söhbətlərdə yoki ularınki ayıpleşiri güçlük bolğan bilen ta hazırki kəgiçə bu Uyğur məsələsi kəgə vaxtında bir konkret hökumət tərəfdən bir qarar yoki bir narsa ilinmedi. Məsələn, Uyğur kişilik hüquq iki qanun var hazır parlamentdə. İkilisi texi əsədə turublu qaldı. Onun için bultu 4. aydan başlap bazı bir Xitay əməldarlarını jazalaymiz degan. Hazır mana 9. ay oldu. 1 yıldan iş oldu. Hiç qanday bo'lmadi. Amerika Hong Kong meselesi kelgan vaqtida Hong Kong kişilik hüquq qanunu hazır asasen tayyor bo'ldi. Bu demaklik Amerikaning bu yerda boshlamchi roli aciz bo'lganligidan mayli Yevropadagi ittifoqdoshlar bo'lsin yoki musulmon davlatlari bo'lsin, bular bir xil Amerikaga qarab Amerikaning pozitsiyasining harakat jihatidagi ajizligiga qarab bununla işkiliniyordu. BDT'ye ip çıkış bu bir çoğun fırsat Amerika için hem Uygurlar için. Ama Amerika eğer azrak bir konkret
bir meseleni hal qilmasa, bir çare qo'llanmasa Xitoyga, balkim BDT'dimi yana bir turkumlar Amerikaning ovozi qarab, shu yerda faqat muzokara bo'libla, ammo xulosa chiqarish qiyin bo'lamdiki deb qarayman endi. Bu mush Amerikaningki azroq bir yerda yuqori darajadagi mujmallikdan kelib chiqqan bir birlik kelamayotgan bir harakatningki natijasi deb qarayman. Yani bir mundaq bir mesele var. Bu xalqaro jamoatchiligida Trump hukumatining ba'zi davlat ishidagi masalan ko'chman siyosati deymiz, ma'lum davlatlardagi, ma'lum musulmon davlatlardagi xalqning Amerika sayt erkinligini cheklash qatorliq masalalarning sababidan inglizcha hypocrisy deymiz, degan bilan izchilayotgan ishi birlik bo'lmadi degan bir pozitsiya xalqarada ko'pincha insonlarning nazarida bu umumlashgan bir ko'z qarash. Shuningga o'xshash ishlar sababidan yana birisi Trump hokimiyatiga Uyg'urlarga sahip chiqish orqali Trump hokimiyatiga yordam qilganda ko'rinmaslikning oldini olish uchun jim turayotgan hukumatlarmi bor. Masalan, hozir 25 qarshi 50 davlat o'tirg'i chiqdi. 25 davlat Uyg'urlarningki kechirmishiga ichingan bilan 50 davlat qo'shilgan ahvolni ko'ryapmiz. Bu yerda Xitoy moliya kuchidan, diplomatik kuchidan, hatto zo'rliq zo'mliq kuchidan foydalanib, dunyo jamoatchiligini Uyg'ur masalasida asosiyatdan ikkiga bo'lib bo'ldi. 6 sentabr kuni Amerikaning tashqi ishlar ministri Pompeo Kansas shtat universitetida u gapni qilgan shu o'xshash kunda Amerikaning yangidan chiqqan davlat mudofaa ministri Mark Esper masalan Angliyadagi bir cho'ng think tankda u yerda turib tadqiqot markazi turib shu Yevropada o'zining ittifoqdosh davlatlarga u yerda Xitoyga ishonmanglar, Xitoyning mayli mablag'i bo'lsin, mayli u yerdagi yordami bo'lsin, ishongili bo'lmaydi. Xitoy hukumatining qanday bir hukumatligini bilishni xohlasanglar deganda, ya'ni Uyg'urlarni misol qilib alohida tilga elib o'tib ketdi u yerda. Uyg'urlarni misol qilib, ya'ni biz Hong Kongni. Masalan, bu yerda Amerikaning tashqi ishlar ministridan sirt, ya'ni Amerikaning yangidan chiqqan davlat mudofaa ministrimi o'xshash gapni qilib qo'ydi. Endi bu nimadan derak bir Nuriya band. Bu yerda mundaq ish bor. Endi bu diplomatik munosabatda davlatlar orasidagi bo'lib Amerikada tashqi siyosat Oqsaroydagi davlat bexatarlik komitetidan tuzilib, undaki tashqi ishlar ministerida ijro bo'ladi. Bu diplomatik munosabat. Hozir Uyg'ur masalasi Amerikaning bexatarlik masalasidagi manfaatiga taqishadigan masalaga aylandi. Buni Randy Shriver bu yil 6-oyda Uyg'urlarning yig'iniga kelib, bu Uyg'ur masalasiga ko'ngil bilish mening shaxsiy vijdoniy vazifam va Amerikaningki davlat bexatarlik masalasiga taqishadigan masala. Agar mushu siyosat davomlashsa, balkim Uyg'urlarni radikallikqa zo'rlash bo'lishi mumkin. Bu bundan bilan bu bizning davlat manfaatimizni taqishadigan rayon va davlatlarda bexatarlik güvenlik meselesi, bexatarlik meselesi o'tirg'i chiqish mumkin degan narsani o'tirib qo'ydi. Bu hozir bu mudofaa ministri Esperdan boshqa Amerikaniki Koreyadagi bosh elchisi Harry Harris burungi dengiz armiyaniki qo'mondoni bo'lgan odam bu odam o'tirib qo'yyapti. Bu yerda bu ilqiy whole government deymiz. Butun hukumat darajalik bir ilqiy qo'zg'alish bor. Lekin Elshad apandi degandek u qo'zg'alish texbi amaliy harakatga aylangani yo'q. Ham buni qanday qilib amaliyotga aylantiramiz degan masalada bu Uyg'ur jamoatchiligi, Uyg'ur tashkilotlar, Uyg'urlar ko'ngil bilayotgan Uyg'urlarning do'stlari buni qattiq o'ylashadigan bir masala deb o'ylayman. Siz degandek Amerika yetakchilik rol o'ynayotdi albatta. Amerika birinchi bo'lib so'zlayotdi. Garchi ba'zi bir aniq bir harakat ilib bormagan bo'lsa, ammo Amerikaning ittifoqdoshlari masalan bu 6-oyda BDTdagi yig'inda Nuriya apandi deb o'tib ketgan 22 davlat Amerikasiz Uyg'urlarni qo'llab bayonotga qo'l qo'ygan bo'ldi. Masalan, qolgan 50-60 Xitoy taraf turib qo'l qo'ygan taqdirdami? Bular hammasi asosan Amerikaning ittifoqdoshlari ham NATOning a'zolari. Buni qanday tushuntiramiz? Bu davlatlardagi hamda bu g'arb dunyosiningki ikkinchi dunyo urushini Yevropada eng cho'ng uning zarbasiga uchragan milliy qirg'inchilikni shu yerda ko'rgan hamma davlatlar, ham Yevropaning ichida Germaniya boshliq, bular o'z vaqtida shu Yahudi qirg'inchiligiga o'zi shahid bo'lganlar. Shuningga bu Yevropada eng dastlabda Amerika boshliq BDTni qurgan vaqtidami bu tarixda takrorlanmasligi kerak, never again degan takrorlanmaslikni talab qilgan. Shuningga bularning chiqishi bunda degan vaqtida o'zininki davlat prinsipi, qimmat qarashininki bir qismi hamda. Ammo lekin hozir qimmat qarashdagi kuchlik norozilik
ayıplash. Ama devlet menfaatidagi Ha. ba'zi bir menfaat to'qinishlar bunga harakatga kelgan vaqtida buni to'sab qo'yotdi deb men Masalan, ishki yıllardan sonra endi bu hareket degani qanday tushunamiz ham ishki yıllar qanday nima qilib bo'ldi Amerika masalan. Endi meningki bunga belli bir javob beray. Undan keyin Nuriy Turkel Mayli. to'liqlab mening kam qolgan ayollarni. Menimcha harakat degani birinchi Amerikaningki mushu Xitoyda hozirgi bizning vatanda mushu zo'ravonlikni epirayotgan qirg'inchilik desak bo'ldi. Milliy qirg'inchilik. Buni epirayotgan Chenchuango boshliq bir turkumlarni cho'qim jazolash kerak. Qanday jazolash Shu kerak? Magnitskiy qonuni bo'yicha, kishilik huquq qonuni bo'yicha bularni Amerikadagi mol mulkini mayli u qanchalik ta'sir qilsin, bularni tizimga kirgizib, Amerika chekildi degan narsa kerak. Bu bir harakat bo'ladi. Undan keyin ikkinchidan BDT'ninki umumiy yig'inda ib boradi, hamda 17-yillar. Shu yerda agar bir loyiha yoki bir qaror mesela o kararınki ben belki Nuriy Turkel efendim yaxshi tushundira oladi uni. Qarorning bir necha xil oldu. Alqi binding deydigini, onunki yana bir resolution deydigini, onun alqi qonuniy majburiyati yo'q, ammo ayıplash. Aşumu harakat bo'ladi. Nuriy efendi sizningcha Amerika hukumatda bu qitim BDT'da shundoq bir qarorni o'tirib qo'yib, masalan, umumiy yig'inda Xitoyning Uyg'ur masalasi ham Hong Kong masalasida bir narsani o'tirib qo'yish mumkinmi? Darhol qila oladigan bir necha ish bor. Masalan, birinchi qila oladigan şey aldığımız gapda Pompeo'nun yetakchiligida emergency session, bu ciddi yig'in chaqirish kerak. Bu Amerikaning ittifoqdosh davlatlar zaten bunun ifade bildirib bo'ldi. Shat efendim degandek bir qimmat ko'z qarash masalasi va davlat manfaat masalasi va vijdon masalasi va axloq masalasi va bular pozitsiya tutib bo'ldi. Menimcha bu yerda bir emergency sessionni bu ciddi bir yığınni o'tirg'i chiqarish menimcha ta'sir emas. Bu orqali bir bishorat berildi. Bu diplomatik munosabatda davlatlarni ma'lum yumshoq yoki qattiq yo'llar bilan pozitsiyasini o'zgartirishga va siyosatini amaldan qoldirishga yumshatishga zo'rlash mumkin. Masalan, normal diplomatik munosabatda ko'pincha vaqtida iqtisodiy va diplomatik jihatdagi besimlar bilan iqtisodiy zarar ve diplomatik besim bilan bu ma'lum hukumatni, hokimiyatni bir yerga akilish mumkin. Endi hozir bu yerda Amerikaliklarning televizorda China apologist deymiz. Xitoy bilan bizning iqtisodiy munosabatimiz chambarcha so'p ketdi. Bu hozirgida qattiq siyosat qo'llanilsa hammamiz yan tortimizni sapsat setayotganlarninki gapini aslida ta'tiri bo'yicha Uyg'ur masalasiga qattiq pozitsiya tutsa, texim oldiga chiqsa, balkim tijoriy va boshqa narsalarda Xitoydan o'zining orzu qilgan jiq natijaga erishishi mumkin. Bu o'xshash formulalarni Yevropaliklar ishlatish kerak. Agar Xitoyning tarixini, Xitoyning siyosiy tuzilmasini, ish bajarishni bilgan inson yoki hokimiyatga bu mukammal pozitsiyada turib pozitsiya tutish, yumshoqlikni voz kechish orqali cho'ng narsani qo'lga keltirgan bir yangi bir tusni o'ldirilishi kerak. Hozir Amerikadan boshqa dunyoning hamma yerida Xitoy munosabatiga qanday muomala qilish degan bir experimental deymiz, tajriba xarakterli bir siyosatni yurgizilyotdi. Masalan, hozir Amerikaning yurgizayotgan siyosati to'g'ri siyosat. Bu masalan tijoriy masalada qisqa vaqt ichida bu Amerika xalqi ma'lum jihatdan iqtisodiy bir nimaga uchirgan bilan, mesela 10 dollarlık narsaga 13 dollar ötegen bilan, bu uzun musafirlik davlat manfaatida hozir yurgizayotgan siyosati to'g'ri bir siyosat. Hamda abay nimaga yana qanday qilish kerak deganda, masalan, qila oladigan ishlar jiq. Masalan, bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida yig'in chaqirgandan boshqa, menimcha bu 25 davlat elchilarini aktish kerak Beijingdan. Bu nəhayət çox bir diplomatik münasibət oldu. Bu öz vaxtında Hitlerning zamanında müştaq işlər bolğan. Ondan keyin içilmoqchi bo'lgan olimpik yig'ini var. Bu olimpik yig'ini 1936-yili Nazi Germanyga qancha sharaf keltirgan bo'lsa, 2008-yili Kommunist partiyaning Jungo hokimiyatiga shunday sharaf keltirgan va sharaf keltirish oldida. Muşundaq əmli işlər var. Onu mu çox işləyirən bolsaq, dünya miqyasındakı məşə iqib жүрген Uyğur musafirlərə çıxış kerak. Uyğurlarınki musafirlərninki oxuş yardım pulu, turmuş yardım pulu, hətta bununki bir yenidən bir həyat yolunu başlaşqa, ictimaiyyətin yardım, nurgun işlər var qılmanaydigan bolsa. Lakin bu yerdə Aba İlşat efendim degəndək bu fikrini ifadələş, yoki norozimanlikni ifadələş bu hərəkət emas, qarar emas. Bunun farqini bilish kerak. Ben bir yerde bir narsani qistirib qo'ysam, Nuriy efendim degandek.
Şu Uygur'unki kişilik hukuk, mayli Uygur'un hazırki milliy qirg'inchiligini agar Amerika oldingi siyosatga qo'yib, iqtisodda buningga qo'shimcha qilgan bo'lsa, menimcha hozirgi shu Trump hukumatining yurgizayotgan tamojni bojdan unumli bo'ladi. Endi buningga men ikki yaxshi bo'lmagan misolni ko'rsataman. Birisi Turkiya. Ha. Uyghur meselesini aldık iştirip durup, en çok payda evatkan devletlerinin birisi. İkincisiga hazır kim koşuldu dersek Malaysiya koşuldu. Malaysiya biz yıl birinci ayda kurultay bilen boğan bir münasebet bilen resmi yusunda. Hazır bolsa Malaysiya'ga Xitayninki mesela bir misal Tömür yolunu sepirdiğen, Malaysiya'ya sepirdiğen tömür yolunu hazır öz vaxtdaki bahanın 3'ten 1 bahasıga yasap verilen makul dep imzalanıp oldu. Türkiye'çi. Türkiye hem de onundan cık o iqtisadida mayli Xitayning mablağı olsun, üsümsiz qaz olsun, onu iplıvatıdı, mablag' sevatıdı. Şunun için bunda degan vaqtida bu ama bu devletlerin içinde qanday bo'vatıdı desem paydını ağa vaqtida bizni qarib qo'yvatıdı. Eğer bizni qarib qo'ymay, yani davamlı şu Uygur'un meselesini aldın koyup mansa, menimcha Xitayga bu besim xuddi Nuri efendim deganga o'xshash konkret chora ko'maymi Xitoyni qistab, hozirgi bu mu deganda ashadagi lagerini taqash qo'simi qistab apag'ini bo'ladi. Ama bu Xitoy hukumati mesele var Alim efendi. Xitoy hukumati mu yerda albatta Turkiyada qolgan davlat Malayziya bo'lsin, o o'yinni Uyg'ur kartini balkim bir aqtim ishilta olish mumkin. Undan keyin Xitoy mu aldinib yana oldiga yugurib kelishni atayında. Bir qitim pulni bergandan keyin. Masalan, Turkiyaga masalan Erdo'g'an bu qitim borganda 6-oyda Xitoy hukumati 1 milliard dollar berdi, hamda Turkiyaga. Anan keyin yana Erdo'g'an chiqib yana Uyg'urning kartini o'ynayman desa, Xitoy hukumati yana uningdan qo'rqib 2 milliard dollar berishni atayında. Nuri efendim gapingiz. Bu hükümetler adette 3 xil ahval ostida bunda keng ko'lamli qarorni o'zgartirdi. Masalan, Bush hakimiyeti vaqtida Iroqdan chekib chiqishiga 3 narsa sabab bo'lgan. Birisi Amerika askarlarining o'lishi nisbatan kunga nihoyat ulg'ayib qolgan bir. Ikkinchidan iqtisodiga daxl etishga boshladi. Uchinchidan jamoatchilikda g'ulg'ul qo'zg'alib ketdi. Bu Xitoyning bu o'zining bu hozirgi yurgizayotgan siyosatini o'zgartirish uchun bu uchli omil mavjud emas. Bu yerda xalq qo'zg'alib chiqolmaydi. Endi birdan-bir hozirgi vaziyatda birdan-bir Xitoyning qilmishini o'zgartiradigan. Bu cost benefit analysis, payda ziyon tushanchisini erishtiradigan, his qildiradigan bir narsa iqtisodiyotga ziyon. Chunki bu iqtisodiy sog'lom davom qilmagan Kommunistik partiya Jungo Xalq Jumhuriyati, Jungo Xalq Jumhuriyati mavjud bo'lolmaydi. Buni hammadan yaxshi bildi. Endi bu yerda hozir men xalqaradagi, bularni Amerikadagi suhbatda bu Uyg'ur masalasi qattiq pozitsiya tutsak, ticari meseledeki ticari söhbət daxil edir. Aslında bunun əksicə beriş gerek bunu. Şu bu nimeden qaraydigan bolsaq, bu Xitayning hozirgi siyosatida 2009'dan bugün kadar bular şu payda ziyan nimasidan aitdi tarazı silib ölçep baq. Bunun xalqaradan qanday inkas chiqdi, ittifoqdosh davlatlar qanday inkas chiqirdi, o'tirdi turayotganlar qanday inkas qaytirdi, buni iqtisodiy, diplomatik usuldan qanday tangshab turimiz degan bütün kalkulus, bütün shu hisobni qilib sınab bakkandan keyin dunyodan inkas chiqmagandan keyin bu nihoyatda tez suratda kengayib bugungi holat keldi. Bir adam dunyo xalqining his qildigan bir cho'ng narsasi bor. O'zidan so'rash kerak. Bu savol bek oson savol. Mushu hozirgidek mushu Xitoy hokimiyati yaratayotgan yangi normallik bizning kelajagimiz bo'lishiga yo'l qo'yamdik, qo'ymamdik. Mushundaq surveillance state, mushundaq digital authoritarianism bilan o'tirib barpo qilinayotgan hozir 18 davlat buning Xitoy hokimiyatiningki texnika afzalligini qabul qilib bo'lganligini New York Times'da ko'ryapmiz. Mushundaq bir savol so'ralsa, bu dunyo jamoatchiligida bu masalaga pozitsiya tutish ta'sir masala. Bu Uyg'urlar masalasi emas hozir bu masala. Bu xalqaroningki jamoatningki xalqaroning tinchligiga, avam xalqningki rahat yashiga oxirida ta'sir ko'rsatadigan bir cho'ng vahima bu. Bu yerda şu çağrıga birla qo'shsam, Nuri efendim abay degandek bir narsa bor. 2008'dagi Xitoyning Olimpik, Beijingdagi Olimpik. Shu vaqtida Xitoy bir narsaga ma'qul degan xalqaraga. Dalay Lamaninki vakili bilan yana bir qitim oxirgi suhbat o'tkazishga shu vaqt ma'qul degan. Ma'qul deyishlik sabab nima degandir? Shu vaqt Bush, Fransiyaning Sarkozy bir neçələ biz bormaymiz ichilish murosimiga deb agar ko'rishib Tibet bilan bu masalani bir ko'rishmasa, suhbat narsa keltirmasa bormaymiz dedi. Bu signalni aniq berdi. Xitoy shu zamon
Tibetning vakili bilan ko'rishdi. Garchi natija bo'lmadi. Ammo Xitoy amalsiz Tibetning vakili bilan oxirgi qitim ko'rishdi. Undan keyin yo'q bo'ldi. Bu da qitim shu 2022 mi? Olimpikda agar g'arb dunyosi birlik kelib, shu vaqtga o'xshash biz qatnashmaymiz. Ang tövene hamda shu rahbarlar, davlat raislar bo'lganlar biz bormaymiz ichilish marosimiga desa, menimcha bu mu nəhayət çox bir hərəkət oldu. Amma Nuriye Efendi əgər Qərb əlləri məsələn Amerika başlığı əgər 2022-dəki bu olimpik müsabiqəsi bizi bağmayımız desə, bu Xitayның Uyğur siyasətini özgərtiş mümkünmü? Özgərtiş mümkün çünki Xitay hakimiyyəti görünüşkə cəmaət, xalqara cəmaətçilikinin fikriga etibar verməyətqandək, pisən qılmatqandək görünən bilən bu image, bu obrazıga acayip diqqət qılğan xalq, acayip diqqət qılğan bir hakimiyyət. Hazır bir yerdə qaraydigan bolsaq bu məsələ əsli bunçilik mürəkkəb məsələ emas. Bu İngilizcədə willpower deyimiz. Bu meyli yo'q insonninki. Qandaqdı bu Xitoyninki tahdididan bir ziyon kelgandek his qiladi. Lekin hozir qaraydigan bo'lsak, shu dunyoning yaqin zaman tarixida Xitoy shu tadbir qo'llandim deydigani elchisini yoki tashqi ishlar ministri haqida bir besimlarni qilib bir diplomatik cho'qan so'ran chiqardi. Xuddi Pompeo'ni yolg'onchi degandek. Ammo bundan bir spesifik, bunda tafsiliy bir ziyonini bir davlat ko'rib baxmadi. Bu yerda bluffing bilan amaliyot qildigan ishning farqini xalqaro jamoatchiligi toza bilib olmaydi. Unda bo'lsa xalqaro jamiyat g'arb ellari hatto nimachilar qo'ydi Xitoy hukumatini yelashadi. Mana degan vaqtda Amerika g'arb dunyosi bodlikining ichidagi bir siqilib qolgan jinni halqi ming bir kechilik hikoya kerak ichib buni yo'g'on bir hozir yalmavuz qilib qo'ydi. Ham bu yalmavuzning qo'li puti hamma yerga tang chechilib hamma yerga qo'l selyapti. Uningdan keyin demokratiyaning yaxshi yerimi shu, ojiz yerimi shu. Har bir chiqqan bir partiyaning mayli hokimiyatning olsun bir mezgillik o'zininki natijasini chiqarib o saylamda yana davomli tutishni ko'zlaydi. Masalan biz Amerikani desak, hozirgi bizningki hukumatimiz saylam bir yil qoldi, bir yilga to'shmagan. Bu saylamda saylanish uchun balkim Xitoy bilan bo'layotgan o Uyg'ur masalasi emas, mush hozirgi savdo masalasida har xil davolg'ishlar bo'layotdi. To'xtamay oldi keyniga dastlashlar. Bu mushu oldi keyniga dastlashlar iqtisodidagi manfaat, burunning oldidagi manfaatni ko'rish, bu mushu g'arb dunyosiningki qattiq turishiga to'salg'i bo'lyapti. Ammo strategiyalik olimlari, Nuriy Turkal apandim deganga o'xshash, hozir Amerikaning olsun g'arb dunyosining hammasi bu yerda Xitoyninki kelgusida butun dunyoga xuddi Gitlerni to'samaganligidan dunyoga bir afat bo'lganga o'xshash, yana bir afat bo'lib, mushu peti mangsa, u yerlar emas, Uyg'urlar cheklanmaydi. Uyg'urdinki acizlab yoki milliy qirg'inchilik bilan tugab qolsa, Xudoyim saqlasin, O'rta Osiyo shu zaman Mayaqdan Malayziya, Singapur deymiz, mushu davlatlar hammasi Xitoyning changiliga o'tidi. U vaqtida Amerika uningdan keyin buni yig'ishtirma, yana burlikining ichiga solma bu jinni desa, u vaqtida Amerikaning to'laydigan badali İkinci Dünya Urushidan nachasa balkim insoniyatga cho'ng bir oxir zamondek bir balay afat bo'lishi mumkin. Ammo Nuriy Efendi, ammo ilgirki hamda Trumpdan burungi prezidentlarning siyosati, masalan, eng dastlabda Nixondan bo'lsin, bir xil suratda mangdi, bir xil shaklda hamda. Ammo shu Trump kelgandan yoqi Xitoyga bo'lgan siyosati hisobda bo'lib, savdodagi siyosati bo'lsin, tubdan o'zgargan bo'ldi. Endi bu Trumpning Xitoyga qaratgan siyosati siz abaytın to'g'ri deb o'tib ketdingiz, nima deb to'g'ri? Chunki bu 20 yildan beri davom qilayotgan Trump o'zgartirishning oldidagi siyosatida bu engagement degan bir kelimani ishlatdi. Shuni bir tushuntirsangiz, nima engagement? Munosabat degan gap, ilm berim, yo'l qo'yish, yordam qilish, hatto ba'zi jihatlardan ularga sharoit hozirlab berish. Kimning siyosati bu? Kim qachon boshlandi? Bu shu Clintonning vaqtida boshlangan bu siyosat, undan keyin davom qildi. 2001 yilda sentabr voqeasi bo'lgandan keyin qandaqdir Amerika hukumatidagi ba'zi hukumat amaldorlari Xitoy hokimiyati orqali Taliban Pokistonning shu
aşı rayondagi istihbarotlarga ehtiyoji bo'lganligidan undan keyin bu Iroq urushi bo'ldi. Iroq urushida Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyning hech bo'lmasa Chichon deymiz-ku, vaz kechishni qo'lga keltirish uchun chiq narsalarga yo'l qo'yildi. Undan keyin bu Amerikaning shirkatlari mablag' silishni boshladi. Undan keyin bu ilm berim, savdo tijorat ishlariga oid internet yiqilishib ketdi. Bu jarayonda Amerikaliklar bu iqtisodini yaxshilasak, bularning odamlarini tarbiyalasak, bularda bu bizningki liberal idea, bu insoniy haq-huquq hurmat qiladigan ideyalar birlikda eqib kirdi. Bu bozor erkinligi bilan bizningki bu savdo axloqimiz, prinsiplarimiz kirdi. Shuningdek bu sistemni asta-asta nima qilamiz degan bir fantaziya bilan buni Jim Man yazdı o China Fantasy deb kitap yazgan. Mushu fantaziya bilan bular xato yo'lni davom qildi. Endi bu Trump hukumati kelgan chog'da Mike Pence degandek Xitoy hukumati bizningki tushlik tamaqimizni yeyotgan 20 yil bo'ldi. Biz Xitoyni bugünkidek kunga kelishiga biz sababchi bo'ldik degan bir uyg'unish chiqyapti. Eng muhim omilning birisi Xi Jinpingning hokimiyatga chiqqandan keyin butun Xitoyninki mana degan vaqtida mushu Hu Jintao kelgicha bir xil nima deymiz, yumshoq kontrol var ama yumshoq usul bilan kontrol qilib kelganni Xi Jinpingga kelgan vaqtida eng dastlabda advokatlarni Xitoyninki, undan keyin garajdan tashkilotlarni Citizen Group deganda NGOlarni hammani yig'ishtirib, tutilganni tutib, mana degan vaqtda yutib ketdi bo'ldi ularmi. Shuning bilan bütün xalqaro dunyosini bu aslida mandaqga dedi. Shuning bilan bu yerda Xitoyning yana bir siyosati bor, Taoguang Yanhui deydi. Taoguang Yanhui degan gap uyingda o'ltirib, o'zingni kuchlantirib, ulungni puxta qilib, fursat kut degan gap. Yanhui degani fursat kut deydi. Fursat kelgan vaqtida shu zaman o'rnidan turib, qilirga ishingni maqsadingga yetsa degan. Hozir Xi Jinping o davr tugdi deb ochiq-oshkor e'lon qilganligidan g'arb dunyosi apla biz kechikibdik. Bunda bir odamning chiqib kelishini mana degan vaqtida bular kutmagan. Bu aslında Xitoy xalqi uchunmi? Bu Xi Jinping tutayotgan siyosati agar haqiqiy bir vijdon ro'yijatni sog'lom deydigan Xitoy garajdanini o'yga soladigan, g'azablantiradigan bir siyosat deb o'ylash kerak. Chunki 2 dunyo urushida Hitlerning qilgan qilmishiga hozir qadar Germaniya xalqi bedelini to'laydi. Hozir qadar shu 2 dunyo urushi to'g'riliq tarixiy yoki bir referens chiqsa, Hitler's Germany, Nazi Germany degan gap chiqadi. Mushu dog' bilan butun Xitoy xalqi bir umr yashaydi. 31-avgust kuni James Bosco degan, ya'ni burungi Amerika davlat mudofaa ministrligi Xitoy ishxonasining mudiri bo'lgan James Bosco yaqinda Hill degan, yana Congress Hill degan shu jurnalda maqola e'lon qilib, yana Xitoyning baxtli kelgusi bir sistema 6 davlat. Ya'ni buning o'tir qo'yayotgani Xitoy hozir bir davlat 6 xil sistema yoki 2 xil sistema emas, Hong Kong o'xshash. Masalan, oxirgi hisobda Xitoyni yana qolgan Harry Kazianisning uning yozgan maqolasida masalan bu 9-sentabr kuni chiqdi. Xitoy degan Sovet ittifoqi o'xshash bir razil imperiya, uni Trump to'g'ri qilyapti, masalan containment, yani qo'rshaga ovatida Xitoyni mushundaq bir taraf qilishimiz kerak deydi. Buning Uyg'ur qandaq bir participant o'ryapti. Bu bir erkin dünya, insanlarına erkin fikir qilish nimasi bor, haq-huquqi va undan keyin xalqninki tarixiy materiallarni ko'rib, tarixdan yakun oladigan, tajriba saboqdan oladigan haq-huquqi bor. Bundaq bir yerda tabiiyki har turli o'xshamagan oy fikirler oturgu düşüdü. Belki bu adam degandek Uyg'urlarning o'zini erkinlikini qo'lga berish orqali cho'ng masalalarni hal qilish degan yaxshi bir ko'z qarash deb qaralayotgan bir turkum odamlar bo'lishi mumkin. Endi buning qaraydigan bo'lsak, mush Uyg'urlarni tuyuqsizlam, mush Xi Jinping hokimiyat chiqqandan keyin mushta qattiq qo'lga urishiga Amerika balkim Uyg'urlarni vaqt kelib qolganda bizni alaqsadi qildigan, bizni parakenda qildigan, bizni muqimligimizga bir kuch qilib ishiltamdiki degan endişe Xitoylarning shu Fred Starrning kitib yozilgandan keyin mushundaq tushuncha shakllangan xil keng ko'lamlik ulg'ul bo'layotgan masaladir. Bu yerda Amerikaningki Xitoy bilan bo'lgan bu bo'lish oldida turgan to'qinishidimi Uyg'ur masalasiningki qanchalik rol o'ynaydiganligini ko'rgan bo'ladi. Mesela 2010-yılı Xitoyninki Harbiy akademiyasininki Daishu degan bir tadqiqotchisi bir Shanghai chet el tili universitetida so'zlagan so'zida Amerika kelgusida agar
Xitoy bilan to'qinish bo'lib qolsa, bir kechada 40 mingdan 50 ming Uyg'urni qurollantirib bizga salalaydi degan so'zi YouTube'da bor. Yaqinda Xitoyning ichidimi Xitoyni parchalash eng cho'ng dattalash bo'layotgan, bas munozir bo'layotgan bir tema. Buningda Xitoylar o'zimi Xitoyni cho'qim parchalash, kichikiltish kerak. Agar bu mushunda olmasa, o demokratiya mangu Xitoyga kelmaydi. Shuning uchun Xitoyni 6 emas. Bo'lsa, shu 30 o'lka bo'lsa, 30 ga parchalab, shuningda Onunki hammasi bo'lgan vaqtida bu demokratiya onundan keyin bir-birisiga raqobat orqali amalga oshiriladi. Bu yig'in chaqib aytganda Alim efendi bek muhim bir narsa bu yerda. Bu republic deydi-ku Xitoy o'zini, jumuriyat. Jumuriyat degan xalq tarafidan xalq uchun va xalqning o'lidi. Hozir buning hech nimasi yo'q. Bu bir superficial bir sistem, bir sun'iy sistemning men qachonga davom qilib, nega kirib, nega to'xtaydiganiga mening bir sog'lom bunday ko'rishim yo'q. Hörmətli görürmənlər, bugünkü söhbətimiz müşahidə axırlaşdı. Körpəginizə çox rahmet. Kilər xitim görüşükcə, xuş vaxt bulun.